Shunaqa kichkina summadan razgorlar yoki snayper entry qilganlarimizni ko'rsanglar, xayolingizga qiyindan qiyin strategiyalar keladi, lekin biz bularni 90% klassika bo'yicha qilganmiz. Hozir men bugun sizlarga klassikadan bitta chiroyli strategiya ko'rsatib beraman. Sizlar ham shunaqa kichkina summalarni 2, 3, 10x gacha razgon qilsanglar bo'ladi. Lekin bunaqa kichkina summadan razgon qilayotganda hech qachon oxirgi pullarga ishonib savdo qilmanglar. Lishni 5-6 shot qilinglar, o'shalardan bittasi o'xshasa ham sizlar kattaroq foydada chiqasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, hammaga foydali bo'ladi. Bu strategiyani men sizlarga maksimal sodda qilib tushuntirib qo'yaman. How Ember time frame kerak bo'ladi. Misol uchun biz trend liniyani topib olishimiz kerak. Bitta liniya tortib olamiz. Shu liniya buzilishi bilan biz riski sell entry qilsak bo'ladi. Ya'ni buy trend liniyamiz buzilyapti. Sellga biz riski entry qilamiz. Endi bizda tek rush stop lossimiz. Bizda full tepamiz, ya'ni trend liniya boshlangan zona bo'ladi. Tepa birimiz bizda 50% bo'ladi. Bozor 50% kelganda safe qilsak bo'ladi. Yana bitta men riski ketma-ket vaziyatlarni ko'rsatib beraman. Bu narsa bozorda juda ham ko'p keladi. Bundan keyin yana sell trendni buzilishi. Sell trend buzilyapti, bozor bu yoqdan full tepagacha harakat qilib beryapti. Bundan keyingi momentlar har bitta momentda o'zingiz ko'rib chiqadigan bo'lsangiz ham juda ham chiroyli yurib bergan. Mana kichkina momentlarda ham savdo qilib ishlab olsanglar bo'ladi. Lekin bu narsani maksimal scalping uchun, razgon uchun ishlatamiz. Bundan ham foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun yangi profilimizga podpiska bo'lib qo'yinglar.